Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu video o'tgan videolardan ko'ra sifati pastroq bo'lishi mumkin, chunki ko'rishingiz mumkin, uy sharoitida olyapman. No, bizga kartinka kerak emas, asosiy bilim. Bugun savdo tizimi haqida gaplashamiz va savdo tizimi haqida sizlarga tushuntirib beraman. Vaqtingizni ko'p olmayman, sразу boshlavoramiz. Xo'p, savdo tizim siz trade qilsangiz va savdoingizni tizimsiz ishlasangiz, oxiri nimaga olib keladi va qanaqa minuslari bor? Siz tushuna olmaysiz, nima uchun stop bo'lganini, xatoingizni bila olmaysiz, qachon savdo qilishni tushuna olmaysiz, o'zingizni nazorat qila olmaysiz, o'zingiz ustida ishlay olmaysiz va kuchli, kuchsiz tarafingizni bila olmaysiz. Agar savdo tizimsiz ishlasangiz. Savdo tizim bo'lsa, savdo tizim sizga qachon va qayerda ishlashni kerakligini tushunishga yordam beradi. Kelajakda esa bozorni ko'rish qobiliyatingiz yaxshilaydi va qaysi strategiya sizga yaxshiroq mos kelishini aniqlashga imkon beradi. Savdo jurnali esa xatolaringizni aniqlashga va qaysi holatda siz yaxshiroq savdo qilasiz va qaysi holatda yomon savdo qilishingizni savdo jurnali sizga tushuntirib beradi. Ya'ni siz o'zingiz ko'rib chiqib, o'zingiz bu narsaga tushunasiz. Va agar siz jurnal orqali o'zingizni savdoingizni to'g'rilasangiz, xatoingizni bilsangiz, demak ertaga ham shu xatoingizni qilmaysiz. Mana bu momentda, mana bu joyda na samom деле trader o'zgarishni boshlaydi. Natija qachonki o'zgarishni boshlaydi, qachonki trader o'zini xatolarini tushunsa. Qaysidir strategiya orqali savdo qilyaptimi? Bu strategiyani slabiy, kuchli tomonlari ham bor. Bularni bilish uchun albatta savdo jurnali kerak bo'ladi. Faqat savdo jurnal orqali siz ko'ra olasiz, qaysi vaqt sizga mos, qaysi noqulay, qaysi paytda siz ko'proq foyda olasiz, qaysi paytda sizga navorot ko'proq ziyon olib keladi. Qaysi kuni, qaysi parada, faqat savdo jurnal orqali. Va agar siz shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va savdo tizimingiz yo'q bo'lsa va savdo jurnalingiz yo'q bo'lsa, tabriklayman, bugundan boshlab siz savdo tizimingizni ochasiz va o'zingizni sifatli trader deb aytishingiz mumkin. Kichkina voqeani aytib beraman. Men bitta akademiyaga borganman. U yerda juda ham ko'p mentorlar o'tirishgan. Men kirganman xonaga. Shu примерно 20 tacha mentor o'tirgan. Savol berganman ularga. Sizlarda savdo tizim bormi deb savol berganimda, bittasini qo'lini ko'targanda aytgan: "Menda savdo tizim bor." Notion'da tutasizmi desam, yo'q, men varaqqa yozaman degan. Va ular keyingi 1 soat menga tushuntirishga harakat qildi, to'shta savdo tizim shart emas agar trader yaxshi savdo qilsa. Ular tushunishmaydi. Ularda professionalni tushunishi yo'q. To'shta savdo tizim orqali faqatgina trader o'zini tushunadi, xatolarni ustida ishlaydi. Siz любой kasbda, faqat tradingda emas, xatoingiz ustidan ishlamasangiz, hech qayerda rivojlanish ko'ra olmaysiz. Hech qayerda. Oddiy misol, siz boks bilan shug'ullanyapsiz. Sizni tezligingiz yaxshi. Misol uchun, texnikingiz yaxshi emas. Udarkingiz вообще слабый. Va shu xatolarni to'g'rilasangiz, agar tezligingiz bo'lsa, texnikingiz, udarkingiz bo'lsa, hammasini to'g'rilab bitta darajaga olib chiqsangiz, siz ashini rivojlanasiz, to'g'rimi? Ashini kuchayasiz. Tradingda ham xuddi shunaqa. Balkim siz bilingiz ko'pdir, ko'p strategiyani bilasiz, lekin xatolaringizni bilmaysiz. Qaysi paytda savdo qilishni bilmaysiz. Misol uchun, ko'pchilik New Yorkda volatilность ko'proq, New Yorkda har doim savdo qilaman deb o'zi tushunmaydi, bilmaydiki, to'shta New Yorkka navrot ziyon oladi. Londonda esa shu bilimini ishlatsa, Londonda bozor yaxshi natija beradi. Va u narsalarni tushunish uchun bizga savdo tizim kerak. Bugun savdo tizim haqida men Notion'da sizlarga tushuntirib beraman. Qanday qilib uni Notion'da uстановка qilishni, qanday qilib bu jurnalni o'zingizga ko'chirishni, qanday qilib o'zgartirishni va oxiri jurnal haqida bo'lni sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, va oxiri nimaga olib keladi? Savdo tizimsiz savdo, savdo tizim bilan savdo nimaga olib keladi? Ozgina pastga tushiramiz. Natija: 5 yil savdo qilasiz, lekin hech qanday rivojlantirish bo'lmaydi va bu to'g'ri gap, chunki o'zimga ham yozishadi juda ko'pchilik, aka 3 yildan beri trade qilaman, lekin hech qanaqa natija bo'lmaydi. Nimaga natija yo'q? Keling, bitimlaringizni ko'ramiz. Qayerda yozasiz bitimlaringizni? Jurnalingiz bormi? Nimadir tizim bormi? Tizimingiz balkim xatodir desam, men tizim tutmayman, jurnal tutmayman deyishadi. Qanday qilib 4 yil savdo qilasiz, jurnal tutmaysiz?
Tasavvur qiling, agar shu odam 4 yildan beri, хотя бы 2 yilini jurnalini tutganda, o'zida orqasida qanaqa baza bo'lar edi? O'zini xatolarini ustida ishlash uchun qanaqa baza bo'lardi? Ya'ni opit, u opit yig'ilmaydi agar siz faqat trade qilib o'tirsangiz. Siz trading uy ochdingiz, MetaTrader ochdingiz, savdo qilyapsiz-da, 1 yil, 2 yil o'tyapti, siz o'ylashingiz bo'yicha, "O, meni tajribam oshyapti, men traderman, mana 2 yil bo'ldi." Yo'q, tajriba bunaqa bilinmaydi. Uni orqasidan tajriba deyilmaydi. Agar siz 2 yil o'zingiz ustingizda ishlab, jurnal tutib, bitimlaringizni jurnalga yozib, savdo tizimingizni qilib, shu 2 yil davomida shunaqa qilib yurgan bo'lsangiz-da, siz 2 yilga tajribasiga ega tradersiz. Lekin siz prosta MetaTraderda depozitingiz bor, trading uyida ochdingiz, savdo qilib o'tiribsiz 2 yildan beri hech narsani yozmasdan, bu natija emas. Siz bilasizmi, natijasi qanaqa bo'ladi? 2 yildan keyin buy sellni tezroq ochasiz, buy limit, sell limitni tezroq qo'yasiz. Всё. Bo'ldi. Hech qanaqa natija bo'lmaydi. Savdo tizimi bilan bo'lsa, 2 yilda ichida allaqachon natijaga ko'ra chiqishni boshlaysiz va professional kabi savdo qilasiz. Nimaga o'sha professionalman deb ayta olmayman? Chunki 2 yillik to'plangan savdo bitimlar sizni bilimingizni ancha kuchaytiradi. Siz o'zingizni minus taraflaringizni, plus taraflaringizni bilasiz. Misol uchun siz hozir bilasizmi, qancha ziyon siz uchun psixologiyaga ta'sir qiladi, qancha ziyon psixologiyaga ta'sir qilmaydi. Men misol uchun bilaman. Siz bilasizmi, что siz MetaTraderda ochganingizda siz minuslaringiz har xil bo'ladi-yu, $50, $100, $300 farqi yo'q. Propdami, tam real bozordami, tam real depozitdami. Bu уже noto'g'ri. Mana shu narsalarni bilmaysiz. Minus bo'lsa har doim bir xil bo'lishi kerak, bizdubgida yoki bitta minusda olib ketishingiz kerak. Shunda siz error bo'yicha foyda ko'rsangiz, depozitingiz o'sadi. Lekin siz hozir MetaTraderingizni oching, ko'ring. Agar sizning minuslaringiz 50-100 demoqchiman har xil bo'lsa, bu kasha. Bunaqa kasha bo'lishi kerak emas. Tizim orqali ishlash kerak. Xo'p, bu narsani tushundinglar degan umiddaman. Kelinglar, sразу hozir Notionga o'tamiz va Notionda men sizlarga qanday nima yozishni hamma yoqda tushuntirib beraman. Xo'p do'stlar, Notionga kirdik. Mana Notion deb yozamiz. Bosamiz shu ofitsialniy saytiga и o'zingizlar Notionga tashlab beradi. Agar sizning Notioningiz bo'lmasa, u registratsiyadan o'tishga so'rab qoladi. Prosta registratsiyasidan o'tasiz и всё. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Xo'p, tak, meni hozir kamera mana shu yerda bo'lib qoldi. Men kamerani shu tarafga olib qo'ysam, da, bo'ladi. Xo'p, do'stlar, savdo tizim bu shabloni men sizlarga mana shu shablonni tashlab beraman. Tepadagi Umid Tohirjonov degan rasmlarini bemalol o'zgartirib, o'zingiz rasmingizni qo'yib, mana yerdagi rasmda ham shikamari turibdi, olib tashlab, любой rasmni qo'ysangiz bo'ladi. Asosiy mana shu. Mana bu savdo tizim. Bu yerda ruscha yozilgan, o'zingizga o'chirib turib, bemalol o'zbekcha yozishingiz mumkin. Men prosta hozir tushuntirib beraman. Qayerda nima yoziliq turish kerak. Misol uchun boshida menda turadi, to что bitta bitim bir kun ichida bu norma. Men ko'p ochishim kerak emas. Bu prosta mayitimi eslatib turadi. Model bo'lmasa, entry bo'lmaydi. Men har doim savdoga kirishga harakat qilaman, nimadir ko'rsatishga, no model yo'q bo'lsa kirmasligim kerak. To есть savdo tizimini siz o'qib turasiz. Bu sizni ushlab turadi. Tizim orqali savdo qilishga harakat qilasiz shunda. OTT, Optimal Trade Time. Savdo qilish uchun eng qulay vaqt. Kimdir Aziyada ham 7 da ham, 8 da ham, 9, 10, 11 da, 12 da ham kech paytdan savdo qiladi. Bunaqa qilinmaydi savdo. Определенный vaqti bo'ladi. Shu vaqtning ichida bitimingiz chiqsa, siz bozorga kirishingiz kerak. Bu narsani ko'pchilik tushunmaydi. Menda Frankfurt buni o'zgartirasiz zimniy letniy vaqtga qarab 12 dan 1 gacha, potom London Open 1 dan 3 gacha и New Yorkdan 6 dan 9 gacha. Shu vaqt oralig'ida men ishlayman sessiyaga qarab. Qaysi parada savdo qilasiz? Do'stlar, ikkita para yetadi sizlarga. 3 ta mayli. Sizlarga kerak emas 10 ta, 11 ta para USD, Chef, tam, что-то там, AUD, USD, NZD kerak emas. Euro USD. Tilla, ну gerchik, всё yetadi. Shu 2 ta para, 3 ta para yetadi. Menda Euro USD tilla, misol. Всё. Mana bu yerda yozilgan bo'ladi. Forexga и Metallsga, tilla.
Keyin mana yerda take profit, monthly target, oylik daromadingiz 10%. Men agar 10% ga chiqsam, mening maqsadim 10% qilish. Bir oy ichida 10% qilaman, все. Meni savdoim tugaydi ash shotda. Savdo qilmayman уже. Stop loss. Siz bitta trade uchun qancha risk qilishingiz va bir kunda qancha yo'qotishingiz. Men 1% risk qila olaman bitta bitimga va shu stop loss ushlasam bo'ldi, men qayta bitimga kirmayman. Va shu ikkita narsa meni psixologiyamni ushlab turadi. Men hech qachon azartga kirib, до конца shotimni slip propda qila olmayman. Chunki menda mana bu qoida bor va men bu qoidaga asoslanib savdo qilaman. Propni до конца slip qilish uchun 5% prostatkasi bor yoki option 2. Lekin men agar shu qoida bo'yicha savdo qilsam, meni minus qilishim bir kunda bo'lishi mumkin emas-da, tushunyapsizlarmi? Sizlarda ham shu bo'lish kerak. Da, men tushunaman, to что agar bu narsa bor bo'lsa, men 100% bunga amal qilib ishlayman degani emas. Buning uchun intizom kerak. Shu intizom orqali siz savdo qilishingiz kerak, to'g'ri? No просто demoqchimanki, что bunga harakat qilishingiz kerak. Shu tizim orqali ishlashga. Endi ham sразу bo'lmagan. Конечно, u ancha vaqtdan keyin siz kuch yig'ib, intizomli уже ko'rinishda ko'rib, shu tizimda ishlaysiz. Stop lossda tushuntirib qo'ydim. Общее, ya'ni umumiy. Agar bu yerda yozilgan nima sababdan bozorda nima bo'lish kerak, men bitimga kirmasligim uchun. Kontekst men uchun noto'g'ri bo'lsa, men skip qilaman sessiyani. Agar ochgan bitimimga qarshi boshqa faktorlar bo'lsa, ochmayman. Va stopim tepasida yoki pastda imbalans likvidnost bo'lsa, men bitim ochmayman. Все, mana shu 3 ta qoidalarim bor. Sizlarda undan ham ko'p bo'lishi mumkin va undan ham ko'p yozinglar. Kerak bu narsa sizlarga. Hozir sekin mana jurnalga kelyapmiz. Misol uchun jurnalga siz bitim yozmoqchisiz. Endi mana sizlarga hozir o'rgataman qanday qilib bitim yozishni. Xo'p, qaranglar. Bitim ochyapsiz-ku, misol uchun endi ochdingiz, mana shu endi ochganingizda sразу screenshot qilib olasiz, kopировать изображение. Notion'ga o'tasiz, alt tab qilib, сделка degan joyga bosasiz. Agar sizda сделка turadigan joy yo'q bo'lsa, mana open in inside pick turibdi-ku, mana shunga bitta bosasizda, и pastda сделка degan joy turadi. Сделкani bitta bosasiz, все, u сделкаga kirdi. 19 ta more turibdi. Bosasiz shuni, все, и mashinadan to'ldirishni boshlaysiz. Boshdan oxirigacha tushuntiraman. Birinchisi bu para. Qaysi parada biz savdo qildik? Tillami bu to'g'ri. Demak, how USD. Pozitsiya qayerga bo'ldi? Qayerga bo'ldi? Buy mi yoki sell mi? Buy, to'g'ri, long. Data, kechagi data bo'lgan, bugun 25 bo'lsa, u 24. Risk 1% qilamizmi? Просто 1 yozamiz. Все, foizga o'zi chiqarib qo'yadi. Pribel, hali pribel bo'lmagan. Kriteriy vhoda, ya'ni nima uchun kirganmiz? Order block, breaker block, BTS, sell to buy, equal high, equal low или SK. Misol uchun order block. Do postliga siz nimadir yozishingiz mumkin, ammo biz rasmni boshqa joyga tashlaymiz. Zametki. Mana zametkiga yozishingiz kerak. Qaysi holatda savdo qilgansiz? Emotsionalniy состояниеңiz qanaqa bo'lgan? Ya'ni balkim siz stoplardan keyin depressiyada bo'lgansiz, misol yoki ko'p teklardan keyin siz xursand bo'lgansiz. Mana shuni zametkiga siz yozishingiz kerak. Mana shunaqa momentlarini, opisaniyasini yozishingiz kerak. Yoki misol uchun kanallarda bay ko'rdim ko'p, shuning uchun men ham hozir bay kiryapman. Mana shunaqa narsalarni zametkiga yozing. Rezultat. Misol uchun hali bizda rezultat bo'lmadi. Nu deylik mana o'tib ketdi, biz mayda bitim ochdik, tasavvur qiling. Nu mana ochdikda stop bo'ldi. Stop bo'ldi. Siz убыточный qilasiz, stop bo'lsa, ну прибыльный bo'lsa, прибыльный qilasiz. Bu без убыток. U tekushий backtestni tegmay qo'ying. Отсенка. Siz uchun bu bitim qanaqa ishlab bergan, sizning fikringiz bo'yicha? Misol uchun meniki 2. Status уже не актуально. Error qancha bo'lgan? 2,5, to'g'rimi? Mana yerga yozasiz. 2.5. Все. 2,5 error. Stop loss qancha bo'lgan? Tak, bu 1 soatli. No, misol uchun, deylik tam 20. Итог. Итог minus 2000. Все, $2000 chiqarib qo'yadi sразу. Pribel, mana pribel turgan joyda foizda chiqaradi, itogda summada chiqaradi. Pribel mana minus 1%. Все. Qaysi vaqtda
savdo qilgansiz. Bu qaysi vaqt? Sessiyani yoqaylik-da. Bu New York to'g'rimi? Demak, men New York kill zone deb galashga qo'yib qo'yaman. Tushunarlimi? Tak, kamera mayda bo'lib qoldi, ish qilib ko'ringan bo'lsin do'stlarga. Men yopib qo'yaman. Даже buni kichikroq qilib qo'yaman. Вот так вот. Win rate. Buni hozir yozmay turamiz. Endi bizga eng kerakli muhim narsa. Biz boshida screenshot qilganmiz sizlar bilan. Hozir shu screenshotni Notion'ga tashlaymiz. Vhod в позицию degan joyiga Ctrl V qilasiz, bo'ldi. Bitim ochganingizda rasm tushdi уже. Keyin bitim ishlab bo'lgandan keyin, mana misol uchun stop oldiga опять копировать изображение, Alt tab qilasiz, Ctrl V deb bosasiz, все. Va tushunyapsizmi, biz hozir nima sizlar bilan nima qildik? Biz bir dona pozitsiyani полный doskонально yozib qo'ydik. Nima sababdan qachon kirganimizni, qaysi setup orqali qancha risk, qancha umumiy zarar oldik, zametkalarini yozdik, qanaqadir joylarini, errorlarini yozdik, qaysi vaqtda kirganimizni va eng zo'ri, muhimi do screenshot. И после. Mana. Do и после screenshotni yozib qo'ydik. Mana. Ko'rasizlarmi? Bitta bitim uchun mana shuncha narsa yozdik. Va yozish kerak. Va siz shunaqa yozib kelsangiz bitimlaringizni juda ham kuchayasiz trader sifatida. O'zbekistonda 95% odam shu narsani qilmaydi. Savdo tizimi yo'q, jurnalga bitim yozmaydi. Shuning uchun rivojlanish yo'q. Tushunyapsizlarmi? Даже O'zbekistonda emas, вообще, endi men O'zbekistonda yaxshi bilaman, shuncha aytaman, mayli, O'zbekistonda. Men bilmayman, 100 ta odam bilan trading haqida gaplashgan bo'lsam, savdo tizimi haqida so'ragan bo'lsam, ikkitasi aytadi bor deb, ikkitasi aytadi mana shunaqa qilib yurgizaman deb. Tushunyapsizlarmi? Qolganlarda yo'q. Erinadi bu narsani qilishga. Erinmaslik kerak. Faqat shu narsa orqali siz o'zingizni savdongizni kuchaytira olasiz. Faqat shu narsa orqali. Bu hech qanaqa super mega ICT da strategiya yoki texanalizda strategiya SNR da emas. Qanaqadir super mega giperaktivniy ustozda ham emas gap. Gap mana shu savdo tizimida. Savdo tizimi orqali savdo qilsangiz, psixologiyangiz ham joyida bo'ladi, chotki ham ishlaysiz, xatoyingiz ham bo'lasiz, rivojlanasiz, rivojlansangiz, o'sha vaqt o'tgan sari kuchayasiz. Все. Nima kerak yana sizga? Bilmayman men. Yana nima kerak bilmayman. Mana biz hozir sizlar bilan bitimni yozdik. Endi keyingi moment. Misol uchun tasavvur qiling, mana shu tilladan biz bitta emas, mana ko'p bitim ochdik, har xilidan. Mana, уже biz bir oy savdo qilyapmiz-da, mana shuncha bitim yig'ildi. Bu yerda pribul bo'lgan, ubitga bo'lgan, pribul bo'lgan, misol uchun har xil qilib qo'yaylik-da mana shu narsalarni. Va ko'p yig'ilgandan keyin pastda sizga chiqarib beradi win rate'ini, o'rtacha errorini, общий summasini qancha yo'qotdingiz, и dollarda, pulda qancha yo'qotdingiz yoki foyda oldingiz. Mana misol uchun men $26,000 minus qildim, 13% minus qildim bu yerda. Notion shuni ko'rsatib berdi. Har xil bitimlar bo'ladi. Bu yerda misol uchun yevro bo'ladi, boshqa. Endi yana bitta plus momenti Notionda. Tasavvur qiling, mana bu USD CAD, mana bu USD CAD, mana bu USD CAD. Misolda siz USD CAD tilla ishlab ketdingiz. Siz bilishingiz kerak. Menga tilla ko'proq foyda olib keladimi, USD CAD mi? Mana bu yerda para degan narsa bor. Bitta para degan joyga bosasiz va u sizga statistikani chiqarib beradi. USD CAD da biz 5% yo'qotdik. How USD da biz 8% yo'qotdik. Endi tasavvur qiling, bu yerda yana yevro GBP bor. Alohida sizga statistikasini chiqarib beradi, tushunyapsizmi? Agar siz 4 ta parani savdo qilayotgan bo'lsangiz, balkim bittasi sizni faqat minusga, ziyonga tiqardir. Mana ko'pchilik misol uchun tillada ishlashga harakat qiladi, to'g'rimi? Ko'pchilik tillani yaxshi ko'radi, tillada savdo qiladi. Lekin ko'pchilik bilmaydi, balkim imенно tilla ularga ziyon ko'proq olib keladi.
To'g'rimi? Bu narsani bilmaydi. Bu narsani bilish uchun albatta biz mana shu savdo tizimida savdo qilishimiz kerak. Shu savdo tizimiga bitimlarimizni yozsak, shunda biz уже bilamiz bu narsalarni. Orqaga qaytamiz. Vaqt bo'yicha, ya'ni siz New Yorkdanmi, Londondanmi qaysi birida yaxshi savdo qilishingizni bilish uchun sessiyani bosasiz va bu yerda ko'rsatadi. Misol uchun New York kill zona bo'lganligi uchun bu yerda faqat New York chiqdi, ko'rsatdi. London qo'shgan bo'lsak, London ham chiqadi, Aziya ham chiqadi. Har xilini bizga ko'rsatadi. Kalendarda bossangiz, bu yerda уже понятно, qaysi kunda savdo qilganingizni просто sizga chiqarib beradi, xolos. Mana bu Notion bo'ladi do'stlar. Qaranglar. Men hozir o'ng tarafdan share deb bosyapman. Publish qilyapman shuni va publish qildim. Всё, bu ochiq dostupda. Silkasini kopировать qildim. Shu Notionga silkasini men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanalimga YouTubedan o'tishingiz mumkin. U Telegram kanaliga shuni zaifga tashlasangiz, avtomatik kirib ketasiz. Shu videoni chiqargandan keyin tagiga sразу Notion'da jurnalni tashlab qo'yaman. Savdo tizim haqida tushundinglar degan umiddaman. Bu video sizlarga juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Поэтому do'stlar, savdo tizim kerakli narsa. Men sizlarga maksimal tushuntirishga harakat qildim, то что bu на самом деле важный narsa. Kalit istamoqchi bo'lsangiz, kalit mana shu savdo tizimda. Chunki bu savdo tizim o'zingiz bilan tanishtiradi. Siz o'zingizni chitать qilishni boshlaysiz. Savdo tizimi orqali. Xo'p, do'stlar, hammaga rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, like, подписка, komment. Like, подписка, komment qoldiringlar. Menga bu juda muhim. Silkasini pastga tashlab qo'yaman. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Umid ICT.